Assalomu alaykum vatandoshlar, sizlar bilan men Jahongir. Vatandoshlar, hozir biz Sanjar akamizning yonidamiz. Sanjar Auto Trading. Bu akamiz Koreyadan, Yaponiyadan har xil mashinlarni zakaz qilib, o'z vatandoshlarimizga yetkazadilar. Hozir shu haqida qisqacha Sanjar akamizdan Assalomu alaykum. bilamiz. Assalomu alaykum. Avto Koreya kuzatuvchilari. Mana bugun biz zakaz qilgan edi. Xullas, akalar Moskvadan uchib kelib, mashinalarni qabul qildi. Ikkita Carnival 14-yil. Qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edik. Bu yoq mashina egasi mana hozir ma'lumot beradi, necha pulga kelgan, qanday olgan, mana xizmatlarimiz qanday, hammasini aytib o'tadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hay, mashina oldik. Ishonarli ekan. Ajab. 750 mingga chiqqan mashina. To'g'ri bo'ladi, Osaka. Endi Rahmat sizga. sog' bo'lasiz. Bu akamizni mashina ikkinchisi. Keling bu yoqqa. Akalar to'g'risi Moskvadan ozgina charchab kelishgan, uzoq yo'l. Aka, mashina qanday? Mashina yaxshi, hammaga tavsiya qilamiz. Alhamdulillah. Necha pulga tushdi aka mashina? Mashina 650 mingga tushdi. Ularga vassatlashlar. 650 ming. Nasib bo'lsa Tojikistonga sog' salomat yetib borib, rastom-oshkor qilib, yana bir video qilsalaringiz, biz mana Jahongir do'stim bilan kanalimizga qo'yamiz, WhatsApp gruppamizga qo'yamiz nasib bo'lsa.